Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? SAT Math Section Review'ni davom ettiramiz. Bu misol ko'rishimiz oldin iltimos videoni pauza qiling va 10 sekund ishlatsangiz sizni bilimingiz yaxshi. Demak, ketdik. Hozir buni men tushuntirib, tarjima qilib ishlayman va bitta video yuklayman. Shu videoda fishkalar bilan yuklangan bo'ladi. Shuni o'rganib olsangiz yaxshi. Hozir tarjima qilib ishlaymiz, ketdik. Ellie used wax to make candles. Xo'p, Ellie sham yasash uchun waxdan foydalanadi. Endi sham qumi. The function mana shu funksiya approximates the weight in ounces of wax Ellie had remaining after making X candles. Nima deyapti? Mana shu berilgan funksiya approximates ko'rsatadi deb ketaveradi. Ko'rsatar ekan nimani? The weight, og'irlikni. Unsiyalarda of wax Ellie had remaining after making X. Ellie X da sham yasagandan keyin qolgan waxlarning og'irligini ko'rsatar ekan. Which statement, qaysi gap is the best interpretation of the y-intercept of the graph of y in the explain y. Nimani so'rayapti bizda? Xullas, qarochi, mana shu y ni menga topib ber deyapti. Y-interceptni topib ber. Y-intercept qanaqa bo'ladi? Y x. Demak, bizda qandaydir funksiya bor. Y o'g'ini kesib o'tgan nuqtani so'rayapti. Shu y-intercept deyapti. Buni topish uchun nima qilish kerak? Albatta, x ga funksiyadan 0 berish kerak. 0 bersak, bizda fx barobar 60 degan narsa chiqadi. Demak, pastda qaysidir javoblardan biz 60 ni qidirishimiz kerak. Xo'p, birinchi tarjima qilaman, fishkani ko'ramiz keyin. Bu yerda aytayaptiki 15 soni turibdi. Kelinglar buni o'qimaylik. 60 sonini qidiryapmiz, u xato. Bda ham 15 soni turibdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bizda 15 emas, bu xato. C va Dga qarasanglar 60 soni turibdi. Qaysi biri javob bo'ladi? Birinchisida Ellie had approximately 6 ounces of wax when he began to make candles. Xo'p, aytayaptiki Ellida 60 unsiya wax bor edi, u sham yasashni boshlagan edi. To'g'ri, tepada ham o'zi aytayotdi, qancha wax kerakligini, qancha waxdan boshlaganini aytayotdi. Bizda ham shu narsa turibdi. Endi Dda aytayapti Ellie used approximately 60 ounces of wax for each candle. Bu yerda aytayaptiki Ellie har bitta sham uchun 60 unsiya wax ishlatdi deyapti. To'g'rimi bu? Yo'q, 60 unsiyadan ishlatmadi. Bizda har bitta x sham edi, har biri uchun 15 tadan ishlatyapti, 60 tadan emas. Demak, D javob xato va bizda C qolyapti. Keyingi videomizda fishkali bo'ladi. Iltimos uni ham ko'ringlar.